Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Surxondaryodan Cobalt mashinasini sotib olganmiz. 2025-yil 3000 kilometr yurgan. Qanaqa ahvolga tushgan. Xo'p, hozir mana evakuatorlarimiz keldi. Mashinani mana shu holatda tushirib olamiz. Bu yoqda yana bitta mashinamiz kelgan Surxondaryodan mana. Qaranglar. Qonli muz yo'llar. Xo'p, qadrdonlar, kimda avariyaning pachoq urilgan mashinalar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab eng qimmat narxlarda sotib olaveramiz. SUVdan evakuatorga tushirish jarayonlari. Calling him.